20 ming 30 ming pulingiz bor, qanaqa biznes boshlashni bilmay turibsiz, qaranglar, biz o'lmaydigan biznes, ya'ni benzin zapravka yasaydigan mana shu zavodiga kelganmiz. Buni full varianti bor ekan. Sirdaryoda hozir mana shularda borib batafsil ko'rsatib o'taman. Mana Sirdaryo Baxt tumaniga yetib keldik. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka, yana bir bor tuzaymiz. Haligi o'sha aytgan eng full bu eng full zapravkamiz. Sizga aytgan o'sha yetib keldik mana. Bu o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadi. Buni qarangda, naqd pulda, pul anaqada, kartada, plastikda hamma yoqda ishlatsa bo'ladi. Bu onlayn uyda turib kuzatsangiz bo'ladi. Qancha litr qoldi, nima bo'ldi? Bunimiz 2 qoplamali, eng full deganimiz ham sababi bor. 2 qoplama sonsiz ashlik qilingan, temperatura содержание qiladi. Undan tashqari, aka bunimiz взрывный безопасность. Xolagan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Hidlari ham tarqamaydi. Bu eng full deganimiz shu aka. Buni qarang, o'sha взрывный безопасность dedingiz, o'sha 2 qavatli deganingiz shungami endi qoplamasi 2 qavat bo'lgan. Endi bu qoplamasi 2 qavatli bo'lgani sababi birinchi o'rinda взрывный безопасность. Ikkinchi o'rinda buni temasi aka, sonsa temperatura защита, temperaturadan защита qiladi. Baytlarda issiq kuchli bo'lganligi uchun temperatura защита qiladi. Qarang, mana bu o'sha buni miyasi. Karta solinadi bu yerga. Bu apparatimiz. Bu kartali apparat o'zi. Karta tiqasiz. Qarang aka, benzin turini tanlaysiz. Keyin pistoletni olib qo'yib o'zingiz chek chiqarib, chekini olib ketaverasiz. Va, zo'r bo'pti, zo'r bo'pti. Bu haqiqiy o'sha hamma kutgan. Hamma kutgan zapravka tayyor bo'lib turib, ko'chma zapravkamiz. Hop, xasadlari ham zo'r bo'pti. Dizaynini ham endi o'zlaringiz ishlab bergansizlar 100%. Bu dizayn mana Sanek kompaniyasi uchun ishlangan. Xudo xohlasa. Kim qanday dizayn xohlasa, o'shalarga asobiy o'zlari uchun dizayn. O'zlariga mos tushadigan, xohlagan turdagi sizdirib beramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha ma'qul kelgan holatida tayyorlab beramiz. Zo'r ish bo'lar ekan. Zo'r bo'pti, yaxshi bo'pti. Xo'p, aka, bu hozir necha kubalik o'rnagan bu yerga? Bunisi 30 kubali 2 ta mahsulotga. Biz bunga tayyorlab beramiz biz. 30 kubali 3 ta mahsulotga qilib beramiz. 30 kubali 4 ta mahsulotga qilib beramiz. 40 kubali 4 ta mahsulotga qilib beramiz. Xudo xohlasa. Masalan, qaysi biri o'ziga udobniy holatlari bor. Endi buning narxlaridan ham farq qiladi. Hozir bizda chegirma ketyapti. Inshaalloh yaxshi narxlarda qilib beramiz. Inshaalloh. Kelsa, agar buni siz kimga qanaqa ob'yom kerak bo'lsa, shunaqa qilib beraveramiz. Buni qarang, endi hozir sertifikatlarni olish, bu hujjat ishlariga qanaqa bo'ladi? Hujjat ishlari, bu zapravkamiz hozirda yana bir qisqacha video sizlarga tashlab beraman inshaalloh. Qozog'istonga ham o'rnatganmiz. O'sha Qozog'istonga eksport qilishni boshladik. Xudo xolasa. Bunda qaranglar, zapravkaga tegishli bo'lgan hujjatlari bor. Zapravkani dokument to'g'risida muammo yo'q. Sizlar joy uchun dokument tayyorlashlaring kerak. Pajanidan xulosa, kon-tex nazoratdan xulosa. Ikkalasini olinadi-da, keyin biz bergan dokumentlarni qo'shib, neft inspeksiyasiga topshiriladi. U ham onlayn, hammasi onlayn. Hammasi onlayn bo'ladi. Masalan, pajarniyda ham o'zining talablari bor. Hali ko'p odam pajarniydan xulosa olsam bo'ldimi, joyim bo'ladimi deb savol beradi-da. Talablari qarangda, yo'ldan 12 metr ichkarida pajarni ko'rib chiqadigan talablar-da. 25 metr radiusda bino inshoot bo'lmasligi kerak. Shunaqa talablari bor-da o'zining yarasha. U talablarni muvofiq bo'lsa, sizga o'sha o'zini xulosa xatini beradi. Oson bo'ladi, ya'ni. Xulosa xatini beradi. Talabi to'g'ri bo'lishi kerak-da. Talabi to'g'ri bo'lsa, chunki masalan, o'zidan ham ko'ringan Farg'onada guvohi bo'ldi aka, yong'in chiqdi. Endi o'shaning uchun hamma yo'g'ini go'st bo'yicha, o'sha talab bo'yicha, shenka bo'yicha qo'yib qilgan ma'qul. Inshaalloh. Hammaga. Endi sanoat xavfsizligi ko'rib chiqadi. Pajarniy mashina yuradimi? Kirdi chiqdi yo'llaringiz bormi? Reklamalar qo'yganmisiz, ogohlantiruvchi reklamalar. Buni monizashda qo'yilganmi, zazimleniya qilinganmi? Buni har bittasini bir qator poni ko'rib chiqadi. Reklama, ya'ni xavfsizlik to'g'risida ogohlantirish. Ogohlantirish. Keyin o'shalar talabiga to'g'ri keladigan bo'lsa, u ham xulosa beradi. Xudo xohlasa. Endi shunday hamma dokumentni birlashtiradi-da, neft inspeksiyasiga topshiradi, litsenziya chiqadi. U litsenziya bilan neft mahsulotlarini saqlash, sotish, tashish ruxsatlariga ega bo'ladi. O'sha 5 yil muddat ichida-da. Bemalol savdo qilaveradi. Xolasa zavoddan olib chiqadi. Xolasa mashtali xususiy kompaniyalar bor. Hozir Rossiyadan aytdan bir olib kelib, biznes olib kelib sota turgan kompaniyalar bor. O'shalar bilan shartnoma asosida olib kelib sotsa bo'laveradi. To'laqonli katta zapravkani nimasini beradi. Buni narxlari endi qanaqa bo'lgan aka? Endi narxlarini qarang. Hozir bizda 30 kubali biz одностенныйlar haqida gaplashib o'tamiz. Двухстенныйlar haqida, двухстенный chunki ko'p turi bor-da, azotli turi bor, gazli, antifrizli turi bor. Bular razli, hammasi narxi har xil chiqadi. Endi, например, hisob qilaveramiz, ko'chada savdo qilish uchun
$15,000 dan Aha. $35,000gacha nimamiz bor. Zapravkalarimiz bor. $15,000 dan $35,000gacha. $35,000gacha zapravkalarimiz bor. Yengil qilib beramiz hozircha. Tayyorlari bor. Endi aloqaga chiqsa, balki o'ziga xos qilib tayyorlab beramiz. Yo tayyorini qilib o'zi tayyorini olib ketadi. Endi buni kim nimani xohlasa, ularning xohishlariga qarab ishlab beraverasizlar. Shu zavodimizni ko'rdilaring. O'sha zavodda hammasi chiqadi. Inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz hammasini. Bo'ldi. Agar bizning nomimizdan chiqsa, ya'ni ham sizlar nomlaringizdan chiqsa, har bitta odamga yaxshigina surprizlarimiz bor, aka. Skidkalar ham qilib beramiz. Bizda dostavka xizmati, ustanovka, garantiya servislarimiz, hamma yo'qlarimiz mavjud. Bizdan olganlar bor. Endi suhbat qilsalaring bo'ladi. Har bir viloyatda o'zi pasti bitta-bittadan o'rnatdik. Bitta kamida bitta o'rnatilgan viloyatlar hammasida. Yo'q deganda 10-15 ta o'rnatilgan viloyatlar ham bor. Bir qator o'rganib, so'rab surishtirsalaring ham bo'ladi. Zavodga kelsalaring yana qaytadan nima ma'lumot bo'lsa beramiz kamchiliklariga. Kamchiliklari bo'lsa, avvalo uzr so'raymiz kamchiliklariga. Xudo xolasa keyingi safar inshaalloh to'ldirib ketamiz. Aka nomerlarni qoldiramiz, xudo xolasa nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat aka. Boligingiz skidkasini yengil nima qilib bering aka. Asha xudo xolasa sizlar nomlaringdan kelsa 10% hot chegirma qilib beramiz. Undan tashqari kelsa bizni firmamiz tomonidan yana chegirmalarimiz bor. Ularni ham e'lon qilamiz, xudo xolasa. Ustida. Oladigan bo'lish qachongacha xudo xolasa? Yanvar fevral oyining oxirigacha. Yanvar fevral oyining oxirigacha akalar ulgurib qolinglar. Bunaqa zo'r imkoniyat. Bu yerda necha puldan boshlanadi? Hozir $15,000 dan boshlanadi. Hozir $30,000gacha. Kuba turasini aytaylik. Bunisi 14 kubalik, 30 kubalik, 40 kubaliklarimiz bor. Hozirdan demayman, nalichida bor. O'sha minimalkasi mana 14 kubalik hozir. 14 kubalik minimalkasi. Necha pul bo'ladi? Bunisini 15,000, buni ham skidga qilib beramiz. Kelsalar o'zlariga skidga qilib beramiz. Sizlar nomlaringdan kelsa, inshaalloh qilib beramiz. Bu kattalarni ham обязательно 10% o'zini skidga qilib beramiz. Sizlar nomlaringdan kelsa, dostavka qilib beramiz, pajanishit qo'shib beramiz. Hamma yo'q qilib beramiz. Pajanishitlardan qo'shib. Hamma yo'g'ini. Bunisi qanaqa bo'lyapti? Yetkazib borib ustanovka qilib beramiz. Bu 30 kubaligi. O'sha bir tomondanmi quyiladimi? Bunisi qarang, ikki tarafdan 6 ta rukava, 3 ta rukava bu tarafda, 3 ta rukava bu tarafda. Ikki tomondan mashina qabul qiladi. Ikki tarafiga quyadi. Bu kolonkalarni hozir Xitoydan sama dillerligini olganmiz. Namanganlik akamiz olgan. Birgalashib olib kelyapmiz. Olib kelishib beryapti. Inshaalloh aka buni o'z zavod tomonidan 10 yilga garantiya berilgan. Biz 1 yilga beryapmiz. Servis xizmatini 3 yil qilib beramiz. Servis xizmatini 3 yil. 3 yil qilib beramiz. Bu kolonkamiz buzilmaydi. 6 ta miyaga ega. Keyin sonish panelga ishlaydi 220. Undan tashqari bunga samabsuluj beni qo'yib beramiz yoki xonasiga Excel programma. Buni zapravka ishlatadiganlar biladi. Excel programmani qo'yib beramiz. O'sha 3 yil ichida nimadir bo'lib qolsa servis xizmatlari o'zlari hammasi o'zimiz qilib beramiz. 72 soat ichida bitirib beramiz kamchiliklarni. 72 soat ichida. Yo'mkisiga 10 yil garantiya beramiz. Yo'mkisiga 10 yil. 10 yil garantiya beramiz. Gap yo'q. Qarang, endi bu yoqda mana bir qancha turlari bor ekan, ha? Turlari ko'p. Dizaynni xullas chiqarib beraverasiz. Dizaynni qaysi biri kim xohlasa, qanday xohlasa, dizayni bo'lsa olib kelsa, o'ziga brendlab, patentlab ham beramiz. O'zi uchun. Bundan qarang, zo'r bo'ldi. Bizda bu yoqda qarang, tayyorlari ham bor, ha? Tayyori bor. Shu kecha kunduzda kelishdi. Kelsa shu kuni beradigan tayyorimiz bor. Bir kun opоздание bo'lishi mumkin, lekin shu kuni chiqarib olishga harakat qilamiz. Kelsa. Inshaalloh. Hammasidan bor. 30 kuba, 40 kuba biz undan tashqari yo'nkislar ham ishlab chiqaramiz. Benzin, svetli neft produktlar uchun yo'nkislar. Masalan, 10 kubadan 1000 kubagacha yoki 5000 kubagacha ishlayveramiz, chiqaraveramiz. Rezervuarlar, vertikalniy, gorizontalniy. Hammasi xudo xolos zakazga qarab, o'zini ham qilib beramiz. Zapravkalar ham, masalan, stansiyalar zapravkalar qurishga ko'pchilik material olishim kerak, usta baylashim kerak, bitta ustaga aytishim kerak. Yo'q, bizda tayyor qilib olib borib o'rnatib beramiz. Masalan, stansiyalarni ham surib, ko'chirib, o'zimiz ustanovka qiladigan, yig'adigan holatlarimiz bor. Mana shunda terib olamizda, keyin olib borib o'rnatib beramiz. Zapravka qurish kerak bo'lsa, masalan, neftoxranchi bazalar qurish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsa bo'laveradi. Inshaalloh. Hamma yo'lni qilib beramiz. Ular sertifikatni olish ham juda nima emas. Bunda xulosa beriladi. Neft inspeksiyasidan xulosani olish juda qiyin emas. Hozir unchalik qiyin bo'lmayapti. Katta zapravka bilan bir xil hajmda ishlayveradi, ishlash to'g'risida. Buni yerda ijaraga olsangiz bo'ladi. Faqat kadastr hujjati bor joydan, noturar joy bo'lsin, kadastr hujjati bo'lsin. Xabar o'rnatib kerak. Обязательно. Kadastr hujjati yo'q joyga qo'yib olib, ertaga ishi bitmay qolsa, bizlar masalan olgan pulga biz
nima deydi, kuymasin deymiz. O'shaning uchun bor dokumentatsiyani yana telefon qilsa, bizga bog'lansa, biz tushuntirib beramiz yana qaytadan. Bunisi ham hech kubaligi? Bunisi 40 kubaligi, narigisi. Bu 30 kuba, bunisi 40 kuba. Bular narxi. Buni 32 ming qilib beramiz. Buning narxi 32 ming, xonasi oldida 40 kuba vertikalniy yo'mkisi ichida. Buni hammasi konteynerdan bo'ladi. Buni kassalari old tarafida bo'ladi. Yana qo'shimcha inshaalloh sizlar nomlaringdan kelib masjidga hozir yanvar fevral oylarida agar sotib oladigan bo'lsa, biz ularga qo'shimcha sifatida konditsioner qo'yib beramiz. Yana qo'shimcha xonangizda nima zarurat bo'lsa, hammasini bitirib beramiz, чтобы yana qiynalib yotmasin. Inshaalloh. Xudo xolasa. Sizda bitadi, ish hamma yo'q. Inshaalloh. Inshaalloh. Bo'ldi. Ovora bo'lmaydi. Zapravkasini tayyor biznesni boshlash uchun hamma sharoitlarimiz bor. Kim kerak bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, kelsalar hammasini qilib bitirib beramiz. Xudo xohlasa. Bo'ldi, pastda raqamlar qoldiramiz. O'sha inobatga olinglar. Bizning nomimizdan kelsalaring, mana chiroyli qilib chegirmalarni qilib berishyapti. O'shani kattasiga 3000 dollargacha. Yana iloji bo'lsa, inshaalloh yana o'tib beramiz. Naqd pul bilan kelsin. Xudo xohlasa, yana ham yo'l qo'yib beramiz deyapti. Aloqa qilib ko'rasiz. Xudo xolasa.